Hanımlar, efendimler, bugün biz yarım saatga yetmagan vaqtda eng oddiy usulda o'qishtirib manpar soma qilish usulini ko'rib baqaylik. Chaqat qillar. Ammo men deganda qizlar rostlik ketkili bo'ldi, jumot qillar aldirash kunlarida esqat qoldi. Cho'qqim yurak berib yulduz belgisini besib saqlab olishni tuqamizlar. Manpar somaniki xamiri 4 chas so'g'andiki bizni saylan 4 chas qilib chiroyli to'rab olamiz. Qizillarni to'mirini ag'ashli qonini piziltib olamiz. Ammo bachayni ma shaklda yerib ikki parcha qilib olgandiki to'g'risoq bir necha qap pishidi bachayimiz. Eng muhimi sifatli bo'ldi-chi gada chiqqanmayız. Tağınğa eki cho'qqim bo'lmaydigan yanda saylan to'ra qo'ysak bo'ldi. Qozonga anlori tunji siqim birinchi darajada qichimaydi qo'yib qizig'andagi go'shtimizni silib sag'atib qo'rolmiz. Tuqqanlarim azara hajolsa qo'ysak seyimiz puraqliq go'shtimiz tamlik pishib chiqadi. Andi piyozni tuzni sep eki aqadan bacham bilan sho'g'ini solamiz. Eki ma filmni bugun baldir yo'llar qoldim. Tuqqanlarim cho'qqim yurak berib qo'llab qo'yingizlar. Jujuma bekam ko'rishik ta'sir etqamag'ay. Bachamizni lapiziltib olgandiki bek uzun qo'rishniki hojat yo'q. Tuqqanlar kuchli o'ti taxminan 1 minut qo'rsaqlar anglachama sho'g'limiz ma eriydi. Eki qizil ko'klardan sap aqidilla muvofiq suv qo'yib, eki cho'pimizni sap pusharsak bo'ldi. Juma bugun ishlatgan ma tayyor manpar tuqqanlar qo'mildiki basam kesmi cho'p soati necha yillar bo'ldi. Izchil Al-Nuri yeshil o'chimdagi oshxona unimizni shiltit qiluvchi. Xabar topamayotgan do'kondarlarimiz 138 99 33 36 64 degan nomer bilan aloqalashsangizlar bo'ldi. Odatda quruq kesmi cho'p shundoq tas pishidi-ku billah tuqqanlar. Basamniki manpar cho'pini men tunji qatib ishlatishim kesal uzoq qaynatsapdim. Somanniki ta'miga azroq shomijo bilan samsaq eki rangiga qarmor bilan palakni sap, andi unimizdagi sag'irib pishish uchun azroq lovcho'jang yo'lga qo'yaverib, eki kuchli o'tda 1 minut ras elashtirib asaqli bo'ldi juma so'yimlik tuqqanlarim. Qarshilar mana ma cho'plari suyini ichib ta'minlanib shundoq o'xshabdi tuqqanlar bek o'xshaydi juma. Ailelarda cho'nglarga, bolalarga chiqqim qipaslar.